Birinchida turgan motoblogimiz freza ulangan varianti. Ikkinchida turgan motoblogimizda temir balon qo'yilgan varianti. Uchinchidagi motoblogimizda temir balon va chizel ulangan varianti. To'rtinchidagi motoblogimizda esa kartoshkalarni kavlash uchun kapatillarimiz. Undan tashqari 7 ot kuchli motoblogimiz uchun agat oladiganlari 7 ot kuchli motoblogimiz uchun universalni kattaroq jo'yak oladiganlari. Keyingi motoblogimizda esa universal agat oladiganlarimiz va keyingi motoblogimizda universalni pluglarimiz. Undan keyingi motoblogimizda bir korpusli pluglarimizdan va undan tashqari e'tibor beringlar, 7 ot kuchli motobloglarga komplekt holatda ekinlarni doralash uchun va daraxtlarga dorilar sepishda dori sepadigan apparatlarimiz. Undan keyingi komplektimizda 1 tonnagacha yuk ko'taradigan aravalari bilan komplekt holatida. Undan keyingi oxirgi variantdagi motoblogimizda esa 500 kilogramgacha yuk ko'taradigan aravalari. Endi mana shu ko'rib turgan agregatlaringiz va motobloglarimizni sizlarga bugun qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz akalar. E'tibor berishingiz uchun birma-bir motobloglarimizni va agregatlarimizni tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, birinchida turgan motoblogimizda e'tibor bering, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan, sifat tomonlama, quvvat tomonlama boshqa 7 ot kuchli motobloglardan anchagina baquvvat qilib ishlangan TH motoblogimizni 7 ot kuchli motobloglari. Bu motoblogimizni ko'pchilik akalarimiz biladi. Yurgizish joylari zavatli orqali bo'ladi, yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Motoblogimizda e'tibor bering, reduktor qismi katta 450 talik variantlaridan, motorlari 170 motor, moy datchili variantlardan bo'ladi. Motoblogimizni oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor, boshqarish uchun juda ham qulay. Orqasida turgan aravalariga o'zlaringiz bitta baho berib berasizlar. 2 kishi bemalol o'tirib ketish uchun mo'ljallangan. O'zini zapchastlari va undan tashqari 300 kilogramdan 500 kilogramgacha yuklarda tashish imkoniyatingiz bor. Bu aravalarimiz ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Har xil turdagi variantlaridan bor. Hozirgi paytda e'tibor bering, TH motoblogimizda har xil variantlaridan bor. 150 talik korobkali variantlaridan boshlab 450 talik katta korobkali variantlargacha har xil turdagi assortimentlardan olib kelib qo'yganmiz. Motobloglarimizni narxlarini ham aytib o'tib ketgan degan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda TH motobloglarini eng arzon variantlari 150 talik kichkina korobkali variantlarini atiga 3 million 200 ming so'mdan boshlab akalar 4 million 500 ming so'mgacha variantlari bor. Kelib bemalol tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Bu motobloglarimizni bir-biridan farqi reduktor qismida bo'ladi. 450 talik, 350 talik, 250 talik va 150 talik bo'ladi. Shunisiga qarab narxlari o'zgaradi akalar. Bu motobloglarimizning o'zini komplektligi freza, dokument, ключ va garantalarigacha, sifatli bo'lgan modellariga garantalarigacha qilib beramiz. Orqasida turgan telashkamizga baho berib berasizlar akalar o'zlaringiz. O'tiradigan joylari taxtadan va oyoqlarni taxtadan qilib ishlangan. Listlari konteyner listdan. Tag qismlari ham juda ham mustahkam qilib ishlangan, profildan karkas qilib to'qib chiqilgan akalar. Ugonlidan foydalanilmagan, atrofiga nima uchun deydigan bo'lsangiz, pishiqroq va mustahkamroq bo'lishligi uchun. Bu turdagi aravalarimizni 500 kilogramli, e'tibor beringlar, 1 tonnali va 1 tonna 200 kilogramgacha yuk ko'taradigan katta variantlaridan bor. Kelib xohlagan variantingizni tanlab olishingiz mumkin. Viber bor. Bu variantini e'tibor beringlar. Listlari qalinroq, yangi listdan ishlatilgan variantlaridan ham bor. Balonlari Damas balondan qo'yilgan, o'tiradigan joylari listdan, oyoqlarini tayi ham listdan qo'yib ishlangan. Undan tashqari dishlalari ham katta frutdan foydalanib, teshib o'tkazilgan akalar. Listlariga gap bo'lishi mumkin emas, uchli stenali listlardan foydalanilgan. Hozirgi paytda kichikroq bo'lgan aravalarimizni eng arzon modellari 1 million 800 ming so'mdan boshlab 2 million 500 ming so'mgacha kichikroq aravalarimiz bor.
agarda sizga kattaroq mana shu turdagi yuklarni tashish uchun texnika motobloklar bilan xohlaganlar komplekt holatda xohlaganlar mana shunday aravalarni o'zini bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Mana shu ko'rib turgan aravalaringizni hozirgi paytda 2 million 400 ming so'mdan boshlab 3 million so'mgacha variantlari bor. Katta kichikligiga qarab narxlarni kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Sifati, moshniligi, baquvvatligi akalar atrofi tepa tomonigacha profildan foydalanib ishlangan. Ba'zi mana shu qanotlarni o'ziga ham akalar listdan qo'yib ishlangan. Mustahkamligiga o'zlaringiz bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Xo'p, bu aravamiz uchun e'tibor beringlar. Dori sepadigan karser apparatlargacha ustanovka qilib qo'yganmiz. Xuddi mana shu aravamizning o'zi ichiga 350 litrli yonkislari va undan tashqari dorilarni sepish uchun karser apparatimizda shlanka hamma yo'g'i komplekt holatida. Bu komplektimizni ko'pchilik bog'bon akalarimiz ekinlarga va daraxtlarga dori sepish uchun so'ragan edi. Shuning uchun komplekt holatda qilib qo'ydik. Bunaqa turdagi komplektlarimiz motoblog'i bilan bo'ladigan bo'lsa, $800 dan boshlab $1200 gacha katta kichikligiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Agarda sizga aravasi, yonkislari va karser apparatlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda 6,5 million so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha komplekt holatida ham olishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari hozirgi paytda ko'pchilik akalarimiz yerlarni og'darish uchun 7 ot kuchli motobloklarga universal bir korpusli pluglardan so'ragan akalarimiz uchun bir korpusli pluglarimizdan ham yetib kelgan. Bu plugimizni aslida lemixlarini ham qalin listlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Ancha-munchaga bukilib, eshilib, sinib ketmaydi akalar. Bu pluglarimizni hozirgi paytda eng arzon modellari 200 ming so'mdan boshlab 450 ming so'mgacha variantlari bor. Listlarni qalin yupqaligiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Xo'p, undan keyingi pluglarimizga kelib o'tadigan bo'lsa, bu plugimiz ko'pchilik akalarimiz qiziqqan universalni plug bo'ladi. Xohlasangiz 10 ballonni iziga, xohlasangiz chap ballonni iziga va undan tashqari xohlasangiz plug sifatida o'ngga, chapga ligirovka qilishlaringiz mumkin. Lapkalarni ko'tarib tushirib, o'rtaga qo'yib, agatlarni olish uchun ham ishlatishlaringiz mumkin. Mana shu joyda o'zini ligirovkalarigacha qo'yib o'tilgan lapkalarni tikkaroq, kaltaroq qilib ishlatishlaringiz mumkin. Bu nima uchun yordam beradi? Bu kartoshkalarni kavlashda va agatlarni olishda va plug sifatida yerlarni ag'darishlik uchun juda ham qulay variant bo'ladi. Mana shu sizlarga ko'rsatayotgan agregatlarimiz shu joyda ko'rib turgan barcha turdagi motobloklarimiz uchun qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Bu degani 7 ot kuchidan boshlab 17 ot kuchigacha bemalol motobloklarga qo'yishlaringiz mumkin. E'tibor bering, bu pluglarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 5 xil modeli bor. Buni ham ligirovkalariga qarab, listlarni qalin yupqaligiga qarab hozirgi paytda narxlari 700 ming so'mdan boshlab akalar 1 million 200 ming so'mgacha variantlari bor. Kelib, bulardan ham tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Keyingi motoblogimizda ulangan agregatimiz esa mana shu plugni agat oladigani bo'ladi akalar. Agatlarni olish uchun ligirovka qilinadi. Kattaroq sho'xariqlarni ochgani, o'qariqlarni ochgani juda ham qulay bo'ladi. Buni ham ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Bu universalni agat oladiganimiz bo'ladi. Bu agat oladiganlarimiz hozirgi paytda narxlari 600 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha variantlari bor. Kelib, bulardan ham tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, keyingi agregatimizga kelib o'tadigan bo'lsa, keyingi agregatimiz bir korpusli agat oladigan bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz 70 agatni arig'ini ochishlik uchun kattaroq agat oladigan so'ragan akalarimizga e'tibor beringlar. Kattaroq agat oladiganlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu agat oladiganlarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda mana shu turdagi kichikroq modellari va kattaroq modellari bor. Bularimizni hozirgi paytda eng arzon modellari 100 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mgacha variantlari bor. Kelib, bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Keyingi motoblogimizda ulangan agregatimiz kartoshka, kapata so'ragan akalarimiz uchun ligirovka bo'ladigan teshiklarni ko'paytirib olib kelganmiz. Bu nima uchun yordam beradi? Yerlarni ag'darib ketayotganingizda, kartoshkalar kavlayotganingizda bemalol ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Mana shu palisni bittagina chiqarasiz, xohlagan razmeringizga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi.
Bu kartosha kapatilimizni hozirgi paytda eng arzon modellari 200 ming so'mdan boshlab 450 ming so'mgacha variantlari bor. Keyingi motoblogimizda ulangan agregatimiz shiroki balonlardan qo'yilgan temir balonlarimiz va universal chizilimiz bo'ladi. Bu temir balonlarimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan shiroki variantidan mana shu orqasida turgan kartosha kapatillar, chizillar va undan tashqari agat oladigan puluklarni tortishlik uchun mana shu temir balonlardan foydalanishlaringiz mumkin. E'tibor bering, bu temir balonlarimizda ikki xil variantlari bor. Uskiroq variantlari bor, shirokiroq variantlari bor. Bu uskiroq variantlari 50, 60, 70 agat oralariga ham tusha oladi. Bu variantida esa 70 agatdan katta agatlarga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, orqasida turgan chizilimizni aytib o'tadigan bo'lsa, bu chizilimiz 50, 60, 70 agat oralariga bemalol ligirovka qilib turib, xohlagan razmeringizga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu joyda palisda o'tkazadigan joylargacha qo'yilgan, dishlarga ulanadi. Undan tashqari bu stoykalarni o'zini ham balandga, pastga qilib ligirovka qilsangiz bo'ladi. Bu 60, 70, 80, 90 agat oralariga kultivatsiya qilish uchun mo'ljallangan chizilimiz bo'ladi. Bu chizilimiz, temir balonlarimiz ham e'tibor beringlar, keyingi variantini tanishtirib o'tib. Bu temir balonlarimiz uskiyligi 8 cm dan ikkita 16 cm lik varianti. Bu 60, 70, 80, 90 agat oralariga bemalol tusha oladi. Listlari qalin variantida o'zimizda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu temir balonlarimizni hozirgi paytda e'tibor bering, kattaroq, kichikroq variantlarini bizning do'konlarimizdan kelib, narxlari 550 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha katta kichikligiga qarab narxlarni kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bundan tashqari orqasida turgan chizilimiz ham 6 xil varianti bor. Katta kichikligiga qarab bu chizillarimiz hozirgi paytda 600 ming so'mdan boshlab 900 ming so'mgacha variantlari bor. Kelib bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Xo'p, eng oxirgida turgan motoblogimizga ulangan agregatimiz ko'pchilik akalarimiz biladi. Shu joyda ko'rib turgan barcha turdagi motobloglaringizda komplektiga mana shu frezalari qo'shib beriladi akalar. Bu frezalarni ham TX motobloglarini ko'pchilik akalarimiz biladi. Sifat tomonlama, quvvat tomonlama frezalarni o'zini ham listlari qalin variantidan bo'ladi akalar. Bu frezalarni o'ziga ko'ra bemalol garantiyalarni bera olamiz akalar. Bu motobloglarni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi akalar. Boshqa motobloglar bilan bemalol solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Bizi videolarimiz davomida shu joyda ko'rib turgan barcha turdagi agregatlaringizni videolarimiz davomida ishlatib ko'rsatib berganmiz. Motoblogni ham sifatini ko'rsatib berganmiz va agregatlarimizni ham ishlatib tekshirib berganmiz akalar. Xudo xolasa uyaltirmaydigan darajada sizlarga eng sifatli bo'lgan original motobloglarimizni va eng original bo'lgan agregatlarimizni ma'lumotlarni berib bordik. Bundan tashqari boshqacha turdagi agregatlar ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar va shu nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz, bemalol savollaringizni berib, batafsilroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Va videoni oxirida aytib o'tishimiz kerak. Videoni boshida aytib o'tganimdek, mana shu ko'rib turgan TX motoblogingiz ham 4 xil varianti bor akalar. E'tibor bering, 150 talik, 250 talik, 350 talik va 450 talik korobkali variantlari bor. Bularda bir-biridan farqi, e'tibor bering, reduktori katta kichikligiga qarab, moy sig'imiga qarab va ichidagi shestrnalarini qalin yupqaligiga qarab narxlari o'zgaradi. Sizga o'sha atrofda prostoy modelini biz 3 million 600, 3 million 500 dan beryapmiz deb sotilayotgan prostoy modellari kerak bo'lsa, kelib bizning do'konlarimizdan 3 million 200 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. Keyingi 250 talik korobkali variantlarini 3 million 500 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. Keyingi 350 talik korobkali variantlarini esa 4 million so'mdan olishlaringiz mumkin. Agarda sizga motobloglar ichida eng baquvvati va eng sifatlisi kerak bo'ladigan bo'lsa, 450 talik katta korobkali variantlarini hozirgi paytda 4 million 500 ming so'm baho aytilyapti. Aytib o'tilgan narxlardan albatta tushirib, garantiyalarni qilib, sifatli bo'lgan motoblogimizni yurgizib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizning do'konlarimizda boshqa turdagi motobloglarimizdan ham topishlaringiz mumkin.
Manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Xudo xolasa sizlarga manfaatli va foydali bo'lgan video obzorni qilib o'tdik. Bundan keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.